Ha, bizga qarshi kim bor? Qurol ko'targanlar bor. Men maymundan bo'ldim degan ateistlar. Shvetsiyada Galiboylarga meni ustimdan shikoyat qilgan Komil bor. Jakob ibn Tezak 120-modda bilan qamaldi. Anavi bloger yaqinda saqlayotgan Homsimiz. Qaranglar, 131 bilan statyasi bor ekan orqasida. Rossiyada Iskandar Makedonskiy nomini qo'yib olgan bitta haromi bor. Jasmin bilan birga o'tirib olib, menga qarshi intrigalar qilishyapti o'zicha. Ey, biz shamolmiz, biz shamol. Bizga tupursang, basharangga tupugingni chaplab qo'yamiz biz. Haq yo'lda yurishni eplasangiz bo'ldi, g'alabani Alloh beradi. Bu dunyoda haqiqat istagan inson bilib qo'ysin. Haq yo'lida balolar bor, musibat bor, shikoyat yo'q. Shikoyat qilmaymiz, haqni aytamiz. Malomat, balolar, musibatlarga aytamizki, chekratib turaver deymiz. Haq yo'lda yurishni eplasangiz bo'ldi, g'alabani Alloh beradi.